بردم و بردم بلب استقام افغانستان فتح و ظفر انقلاب سلام افغانستان فتح و ظفر انقلاب سلام افغانستان. Aziz vatandaşlar ve radyo işteyken dostlar, assalomu alaykum ve rahmetullahi ve barakatuh. Xabarlar barnomasida xoş geldingizlar. Bugun çarşamba 19-yil hamal oyining 26-si bu yer Mazor Sharif shahri Balx milliy radiosi. Bu soat xabarlar men bilan Isoxon Amiri. Bismillahirrahmanirrahim. Bir muhim amniyatli o'ltirishda Balx viloyatining valisi xalqni amniyati yaxshi bo'lganida va amniyati nihodlarining o'rtasida hamohanglik ko'p bo'lganida ta'kid etgan. Ushbu jalsada ushbu viloyatning istixborot buyrug'i va hamchinon 12 havzani amniyati mas'ullarini huzuri bor edi. Marosim Qur'oni Karim oyati bilan boshlandi. Undan nari amniyati havzalarining mas'ullari navbatda marbuta mintaqalaridan munazzam guzorishlarini ushbu viloyatning valisi, amniya qo'mondoni va istixborot buyrug'ini huzurida e'roa etib ishontirganki, amniyati nirolar kecha va kunduz xalqning amniyatini uchun talosh etadilar deydi. Mas'ullarning aytishicha, jurm ro'yxatlarini kam bo'lgani uchun talashlarni jiryoni bor va yangi barnomalar ham qo'l yuzida olingan. Marosim edomasida Balx viloyatining valisi Mo'la Muhammad Yusuf Vafo amniyati nirolarini talashlaridan qadrdonlik qilib, hamchinon onlar Balx viloyatining o'lkaning bir muhim viloyatlaridan deb ta'kid etganki, amniyatni ta'mini vahdat va nizomning saboti asosiy faoliyatlardan hisob bo'ladi degan. Vafo janoblari hamchinon amniyati mas'ullaridan xohlagan to jurm ro'yxatlarini qaytarishi uchun ko'p talosh etsinlar degan. Ular hamchinon xalq va amniyati nirolarini o'rtasida yaqin hamkorligida ta'kid etgan. Aytilishicha, ushbu o'ltirish shunday zamonda barguzor bo'lganki, talashlar amniyati vaziyat yaxshi bo'lganida va jinoiy ro'yxatlarni qaytarishida va xalqda suhulat ijod etgani uchun edomasi borki, jalsa xayr-duo bilan tamom bo'lgan. Va boshqa xabar buki, xususiy baxshlarning mas'ullari Balx viloyatida e'lon etganki, o'lkada voridot ravandi bavija un va g'alajot baxshida oxir oylarda ko'p bo'lgan deydi. Balx viloyatining tijorat va sarmoyaguzorlik o'toqni muavini Harun Rashid aytishicha, bandarlarda suhulat ijod bo'lgani tujorlar tijorati faoliyatlarini anjom berganida ko'p suhulat bilan oldin yeltiladi degan. Alhamdulillah با تلاش‌ها و زحمات نظام امارت اسلامی و حکومت امارت اسلامی، مسئولین امارت اسلامی راههای بدیل برای از اینا عاجل دست به کار شدن و راههای بدیلی باز شده که الحمدلله فعلا تاجرای افغانستان با مشکلات بیشتری روبرو نیستن و از راههای بدیل استفاده میشه. البته فقط تراکم و ازدحام یا هم Shu holda un va g'alajot ittihodiyasining buyrug'i Muhammad Yosin Vahobzoda aytadi. Mintaqaning tahavvulotining mavjudligi bilan Afg'onistonning tijorati hamchinon edomasi bor deb izofa etganki, tujorlar mavjud fursatlardan istifoda etib faoliyatlarini munazzam shaklda anjom beradilar degan. با ریکار آمدن امارت اسلامی افغانستان مشکلات بسیاری در بخش واردات صادرات حل گردیده و تنها مشکلاتی که فعلا در این زمینه دیده میشه طی مراحل اسناد و وقتگیر بودن آن است که از مسئولین اسلامی امارت اسلامی افغانستان تقاضا داریم تا در این رابطه نیز توجه نمایند. Hashmatulloh bir kishi sarmoyaguzorlardan aytadi. Mintaqaning o'lkalari bilan hamkorlik zaminasi farahm bo'lgani avvaliya mavodni ta'minida suhulat keltiradi degan. حمایت از تاجران و وارد کنندگان برای انجام تجارت بدون کدام مشکل و موانع. تقویت اقتصاد ملی از طریق مدیریت بهتر که باعث رشد چشمگیر کشور عزیز ما افغانستان در سطح آسیای میانه میگردد انشاءالله. Aytilishicha, tijoriy yo'llarda tag'yir kelgani mintaqaning o'lkalari bilan ravobatning taqviyat bergani Afg'onistonning bozorida ko'p sabot keladi degan. Va oxirlanchi xabar buki, mas'ullar Balx viloyatining ziroat va moldorlik riyosatida tiya saqlash rushdini ushbu viloyatda xabar bergan. Ushbu mas'ullarning aytishicha, oxir yillarda tiyaning sotib olish va saqlash farhangi 40% ko'p bo'lgan. Balx viloyatining ziroat riyosatining moldorlik omiri G'ulom Muhammad aytishicha, munosib iqlimiy sharoit tiya mahsulini taqozosi ko'p bo'lgani, jumlasidan sut va go'shti ushbu rushdni asl omili degan. در همین سال گزارش ها از ساعات ولسوالی در دسترس داریم که در حدود 40% صنعت پرورش شترپروری در ولایت بلخ افزایش پیدا کرد. Shu holda Muhammad Raim bir kishi sarmoyadorlardan o'lkaning shamolida ki yo'llardan buyoqqa tiya saqlashda faoliyat etadi, aytganki, xalqning aloqasi ushbu hirfada ko'p bo'ladi degan. سابقه‌اش کمتر شتر داشتیم، نمیتونستیم اداره کنه. دوز بود، مثال مردم میکشت میبرد.
فعلا همین حکومت امارت اسلامی که آمده ما میتونیم دست آزاد این هر جای شب و روز شطور خود میگردانیم میبریم نسلگیری خود میکنیم و خیلی مردم کارگر داریم در این شطورها و خود ما هم استفاده میکنیم کارگرای ما هم از این مثال 20 فامیل نان میخوره ما این مسئله که پیش میبریم. Rahim janoblari hamchinon izofa etganki, tiya saqlashi oilalarni bir oidote manbasi bo'lish qaptolida mahalliy iqtisodni rushdida ham muhim naqshi bor degan. این نسل شطور ما در ترکیه میره، در سعودی میره، هر جای میره. ما همو نسل دو ذخیره‌گار از پامیر بدخشان میاریم، اینجا در یکوپانه میمانیم، اینی شطورهای جنگی را نسل میگیریم. و این هم نسل اصلاح شده نیست، در دیگه پشت اینا اصلاح میشه که شطور جنگی میشه و این ترکیه بسیار خریدار داره میره ترکیه. خب با قیمت بسیار غذا فروخته میشه ما برده نمیتونیم منتها نسلگیری و چیز ما جور میکنیم. Aytilishicha, ushbu ravanda idomasi va mas'ul nihodlarni himoyati tiya saqlashni Balx viloyatida ziroatning rushdida muhim naqshi bor. Ushbu soat yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Har birlaringizni a'lo mutolaaga topshiraman. Yana ko'rishguncha, xayr, sog', amon qolinglar. بردم و بردم بلب استقام افغانستان فتح و ظفر انقلاب سلام افغانستان فتح و ظفر انقلاب سلام افغانستان